Og'alar tabriklasangiz bo'ladi. Xorazm viloyati aholisi 2 milliondan o'tdi. Buni nechun aytibman? Bilasizlar, aholi soni ko'paygandan keyin baribir bizlarga uy joylar kerak bo'ladi va bugun men sizlarga yangi O'zbekistonda qurib turgan uylardan, ya'ni Texno Invest tomonidan qurib turgan shu uyimizni tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda sotuvlar yo'lga qo'yilgan 53 kvadratdan 102 kvadratgacha bo'lgan uylarni sotib olsangiz bo'ladi. Og'alar sizlarga umumiy tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana bu yangi O'zbekistonning kartasi va biza sizlar reklama qilib turgan uyimiz Imunda, yana qaranglar, og'alar. Imunda Xorazm televideniyasining yonboshidan girib kelaverishingizda ko'ribsiz. Shu domda joylashgan, ya'ni bu yerda marshrut qo'yilgan ekan. Bu yerda maktab deysizmi yoki bog'cha deysizmi, hammasi bor. Eng qiziq joyini aytaymi? Oilaviy chiqib domondan joylarim bor. Bundan chiqasdan piyoda kelasiz. Bunda yashil zonasi bor ekan. Yuqorida aytib o'tgan uyimiz shu arkamda turgan uyimiz bo'lib, hozirgi kunda bu uyimiz 9 qavatdan iborat bo'lib, 53 kvadratdan 102 kvadratgacha bo'lgan uylarimiz shu yerda mavjud. Va aytib o'ting, og'alar, bu uylarimiz chegaralangan, ya'ni juda ham kam qolgan. Shuning uchun hozirdan foydalanib qolinglar. Bu yerda 3 ta parkovkasi bor ekan. Bu degani 54 xonadondan 54 ta stoyanka degani. Demak, og'alar foydalanib qolinglar. Yangi O'zbekiston tinchgina joy, Shavot bo'yinan va umuman olganda qulay lokatsiyada, svet, gaz, suvdan umuman muammosi yo'q. Liftlari ishlab turibdi. Shuning uchun og'alar hozirdan foydalanib qolinglar. Subsidiyaga deysizmi yoki ipoteka krediti deysizmi, boshqa to'lovlar deysizmi, hammasi mavjud ekan. Shuning uchun hozirdan telefon etib, zanit qo'ysangizlar juda ham zo'r bo'ladi. Manzilni sizlar tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Man servisi Pirkovskasi musiqa maktabining to'g'risida joylashgan. Og'alar kelaversa, batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz.